Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Charchamasdan kuninglar yaxshi o'tsin. Mana biza Chernevkaga yetmasdan 3 kilometr yetmasdan 10 ga kirib ketasiz. Mahallaning ichida ferma, bog' sotilyapti. Yer hisobida. Kimga qiziq aloqaga chiqinglar. Bu ham egalaridan gaz, suv, svet bor, yashaydigan joylar, mana sharoitlar bor. Tapchan, hovuz, bog'lar qilib qo'yishibdi. Hatto chorva boqishga juda ham katta fermaligi bor ekan. Baraka topsin. 1 gektaru 27 sotuv ekan. Hujjatda, ya'ni 20 sotuv zahvati bor ekan. Kimga kerak shunaqa joy, aloqaga chiqinglar. Akalarim, ukalarim, opalar, so'rayotuvdinglar, tadbirkorlar. Mana xolasiz biz tashlab bir zavod qursa ham bo'ladigan ekan, hujjatlari tayyor ekan. Mana katta ferma. Kimga qiziq aloqaga chiqinglar. Bu ham egalari tanish, chaqirishdi, shuni yoritib bering dishdi. Salomat bo'linglar. Aloqadamiz.